Men sizga bir savol bermoqchiman. Menimcha bu juda ham dolzarb savollardan biri desam ham bo'ladi. Bilasizmi, men yaqinda 2 oy davomida tarbiyachi lavozimida ishladim va mana shu vaqt davomida bilasizmi, meni juda ham hayratda qoldirdiki, 3-4 yoshli, hattoki 5 yoshli bolalarni ham nutqida kechikish, so'zlarni to'liq talaffuz qila olmaslik, harflarni-ku mayli, lekin so'zlarni to'liq talaffuz qila olmaslik va hattoki ba'zida shunaqa holatlar borki, imo ishoralar bilan tushuntirish holatlarini ko'rdimda. Mana shu vaziyatda nima deb o'ylaysiz? Ya'ni nega bunaqa bolalar soni ko'payib bormoqda va nega bu holat avj olib boryapti? Savolingiz o'rinli. Bu ayniqsa hozirgi kunda juda muammoli vaziyat hisoblanadi. Eng katta dolzarb mavzu hisoblanadi, lekin ko'pchilik onalar afsuski bunga befarq deya olamiz. Afsuski ayrimlari, hamma ona ham deya olmayman, ayrim onalar bu holatga befarq. Chiqib ketadi, keyin gapirib ketadi degan holatlar bor. Lekin buni sabablari bor. Buni sabablari nimada? Birinchi o'rinda bola bog'chaga kelgungacha bo'lgan holat bu bo'lgan. Ya'ni bola bilan muloqot bo'lmagan. Bola qachon muloqotda nutqi chiqadi? Muloqotda. Qachonki bola bilan atmashash, masalan, bola so'rayapti, non, masalan, nimadir ko'rsatdi-da, non dedi. Oyisi yoki non so'zini aytolmasa, oyisi bu non deydi. Bir bog'li so'zdan oldin boshlanadi. Kichkina oyi, ada, mamma degan so'zlardan boshlanadi nutqi chiqishi. Keyin bola sekin-sekin o'zini ehtiyojlarini so'rashni boshlaydi. O'zini ehtiyojlarini umma, nana, choy deb so'rashni boshlaydi, ko'rsatishni boshlaydi. Lekin ko'pchilik onalar bolani gapirishiga erinchoq qilib qo'yadi. Birinchi sababi erinchoq qilib qo'yadi. Qanaqa? Nima yeysan deydi. Deb ko'rsatsa, nonmi deydi. O'zi aytib beryapti so'zini. Choymi deydi. Olmaysanmi? Nok yeysanmi? O'zi aytib beryapti so'zni. Bolaga so'zni gapirishga qo'ymayapti. Bola erinchoq bo'lib qoladi, so'zni faqat ko'rsatadi. Deydi, etagidan tortadi, deydi. Ha, nima deydi? Telefon beraymi dedi. Ha deydi. Bo'ldi, bola. Ha, yo'q, nima bunaqani jestlarni tushunadi. Bu birinchi sabab. Ya'ni bu yerda onani xatosi bolani gapirishga qo'ymaslik. Nima yeysan? Etsang keyin beraman deyish kerak. Oldin et, keyin beraman. Bu choy deyish kerak. Choymi deb berilishi kerak. Non qaytaradi. Bola eshitganini albatta qaytaradi. Agar qulog'i yaxshi eshitayotgan bo'lsa, bolani albatta qaytaradi. Ikkinchi sababi kichkinalik go'dakligidanoq bolaga telefon berib qo'yishadi. Afsuski, men ko'p ko'raman, hatto transportlarda kolyaskada o'tirgan bolani qo'lida telefon. Mana shunday berib qo'yishadi. Bola o'tiradi. U yerda musiqalar bor, bolalar kulgisi, shoular bor. Bola uni ko'radi, kuladi, lekin gapirmaydi. Faqatgina eshitadi. O'tda xalq chunki tushunarsiz tildami? Xitoycha, koreyscha, hindcha, mana shunaqa inglizcha-ku. Endi bola eshitganida o'shanaqa gapirishni boshlaydi. Chuchuk til deyiladi bu. Keyin onalar aytadi, bolam koreyscha gapiradi deyishadi. Tushunmaydi. Faqat ona amallab tushunib oladi, lekin atrof tushunmaydi. Ya'ni bu nimani ko'rdi, o'shani eshitdi va o'shani gapiradi. Mana bu ikkinchi sabab va muloqot bo'lmaganligidan. Bolani kichkina o'sha go'dakligida, kichkinaligida tepasiga birinchi o'rinda belanchakda bu eng katta xato, allalarni qo'yib qo'yishadi, suralarni yoqib qo'yishadi. Bola o'ziga o'zi o'sha aylanayotgan narsani ko'rib yotadi. Lekin u homilada ichidaligida u onani ovozini eshitgan. Onani ovozini taniydi. Ona qo'liga olib alla etib uxlatish kerak. Onani eshitadi. Bola muloqotni o'shadan boshlaydi. Eshitmagandan keyin u jim yotadi-da, atrofda hech nimani eshitmaydi. U o'zini olamida bo'lib qoladi. Keyin sekin o'shanga mos bolaga keyin telefon qo'yib qo'yishadi yoki o'yinchoqlarni oldiga terib qo'yishadi. Bolam uni qoqil to'polon qilmaydi, o'yinchoqlarni berib qo'ysam o'zi o'ynab o'tiradi deyshadi, lekin onasi o'zini ishini qilib yuradi. Muloqot yo'q, bola o'zi mana ZPR, autizm degan tashxislar o'zi ko'payib ketgan. Bola o'zini olamida. Muloqot yo'q. Tashqi olam kimdir nimasidir olsa, agressiya kirib ketadi, jahl kirib ketadi. Va o'zini ehtiyojlarini ayta olmagandan keyin ham gapirib tushuntirib bera olmaydi, chunki nutqi yo'q.
tushuntirib berolmagandan keyin yig'lashni boshlaydi, isterika qilishni boshlaydi, to'polon qilishni boshlaydi. Endi sizdek tarbiyachilarni bunaqa bolalar bilan munosabati ko'proq ularni gapirtirishga o'rgatish. Ularni befarq qo'yib qo'ymaslik. U jim o'tiribdi demang. Qaytang o'sha jim o'tirgan bolani muloqotga kiritish kerak. Man deb gapirayotgan bolaga maktabda ham mana shunaqa qilishadi. Maktabda ham aktiv bo'layotgan bolaga ko'proq diqqat qariladi. Passiv o'tirgan bolaga esa u jim o'tiribdi deyishadi. Eng asosiysi o'sha passiv o'tirganlarni chiqazib olish kerak. Bog'chadagi tarbiyachilar o'sha jim o'tirgan bolani oldiga olib kelib, gapir, tushuntir, yoz deb o'rgatish kerak bo'ladi. Tarbiyachilarning ham eng muhim vazifasi o'sha bolalar bilan muloqotni o'rnatish, unga yaxshi munosabatda bo'lish, ya'ni emotsional yaqin munosabatda bo'lish va onasiga ham ko'proq uyda bog'chadan uyga ketgungacha, uydan bog'chaga olib kelgungacha gaplashishni qilish. Men o'zim kichkina farzandimda nutqi kechikishni o'zim his qilganman. Nutq yoshiga nisbatan katta farzandlarimizdan 3-farzandim kechroq gapirgan. Keyin men bog'chaga berganimda ko'proq u bilan gaplashishni boshlaganman. Yo'lda gulni ko'rib, gulni qara hidlaymiz. Nafas mashqlarini bajar ekanmiz. Voh. So'z, taqlid so'zlar qilganmiz. Keyin qani rangini qara, qizil, sariq, xo'roz ovoz kelyapti. Qanaqa ovoz chiqazyapti? U qora-qu, taqlid, inju, qo'y, har xil ovozlar kelardi. Gaplashib ketardik. Bog'chadan kelayotganda esa bog'chada nima ovqat yeding emas, kim bilan urishding, bog'chadan kimni urdi emas. Nima qilding bugun bog'chada, nima o'ynading, qanaqa, men o'zi telefonda ko'raman qanaqa o'ynaganini, nima o'ynagan, nima shug'ullangan, lekin men boladan so'rayman o'sha narsani. Ya'ni muloqot jonlantirasiz. Bola xursand bo'lib gapirib beradi. Bog'cha seni menga maqtadi bugun, men bunaqa qilsan desam, ha dedi, men chizdim, oyi ko'rdingizmi, chizdim dedi. Chala gapiradi, lekin men tushunardim. O'shandan sekin nutqini chiqazib olganman, tengdoshlariga chiqazib olganman. Nutq kechikishi bu katta muammo deb qaraymiz, lekin ota-ona befarq bo'lish kerak emas. Nafaqat ona, ota ham. Demak, mana shu o'rinda ayta olarkanmiz to'laqonli, ya'ni farzandini nutqida kechikish bo'layotgan onalar farzandini go'yoki o'ylashadi, unda qanaqadir bir katta muammo bor va u mana shu taqdiri bilan yaratildi deb o'ylashadi-da, lekin demak bu noto'g'ri. Faqatgina bu joyda ota-onaning loqaydligidan va farzandi bilan muloqot o'rnatilmaganligidan kelib chiqayotgan. Ya'ni farzandi aslida bunday yaratilmagan, ular o'zlari farzandidan mana shu tashxisni yaratishayotgan ekan. Yana bitta narsa, men ko'p guvoh bo'lganman. Mana bola ota-ona ishga ketadi, yosh bolasini uyga buvisi bilan yoki yanga bilan tashlab ketishadi, lekin o'rta kim unaqa gaplashyapti bilishmaydimi? Ishdan charchab keladi bola, talpinib oyi deb kelganda, oyisini sog'inib kelganda o'sha ona nima deydi? Voy qo'y, hozir charchab kelganman, telefon o'ynab tur deydi. Uni onasi telefon bo'lib qoladi. Keyin erta katta bo'lgandan keyin telefondan bolasini uzolmaganda, bolam telefonga yopishib qoldi, menga do'q qilyapti, menga baqiryapti, menga qo'pol gapirishni boshlayapti, bolamdan qoniqmayapman deyishadi. Lekin urug'ini o'zi qilib qo'yishgan bo'ladi. O'sha bola talpinib kelganda onasiga bag'riga bosib, "Men charchaganman. Hozir bir pas dam olaylik, bir pas 5 minut sen o'ynabdi, keyin sen bilan gaplashamiz" deyish kerak. Bola yopishib olmaydi. Bolaga faqat emotsional yaqin bo'lish kerak. Qachonki o'zini onasi bilan emotsional yaqinlikni his qilsa, bola o'zini himoyali his qiladi, komfortni his qiladi-da. Onasiga ham o'zini emotsiyalarini chiqaza oladi, kula oladi, xursand bo'la oladi va nutqi ham yaxshilanishni boshlaydi. Sizga ham tavsiyam, o'zingizni hamkasblaringizga orasida mana shunaqa gruppalarda deymiz, ichida mana shunaqa bolalar bo'ladigan bo'lsa, ularni olalariga ko'proq gaplashishni tavsiya beringlar. Siz ham xuddi psixolog mutaxassisligingiz ham bo'ladi qo'shimcha, ularga emotsional yaqin bo'lib, ota-onasi bilan ham tavsiya berish huquqiga egasiz. Bolangiz bilan ko'proq gaplashing, ko'proq muloqot qiling, uni maqtang. Maqtash yaxshi. Telefonda nima qiladi? Nimadir yutsa maqtaydi, chapay, qarsak ovozlari eshitiladi. Bola o'shanga xursand bo'ladi. Nimadir qilib keldim, xursand bo'lish kerak. Nimadir qildimmi?
rag'batlantirish kerak. Bog'chada ham siz qancha o'sha bolalarni rag'batlantirsangiz, kichkina qilgan ishi uchun ham rag'batlantirsangiz, u yana ham sizga talpinadi, yana ham ochilishni boshlaydi. Demak, mana shu o'rinda tarbiyachilarga shundoq maslahat bera olamizmi? Ya'ni o'zimning faoliyatimda kelib chiqqan holatda balki qisqa muddat ishladim, lekin shu muddat ichida bilasizmi qanaqa aynan o'sha nutqida kechikishi bor bolani har uni ko'rganimda ma'lum bitta so'zlarni 4 ta 5 ta so'zni tanlab oldimda har safar mana shu so'zlarni qaytarishini so'radim. Ya'ni har safar har xil so'z emas. O'sha 5 ta so'zni shunaqa holatga keldiki, gruppaga kiradi, meni ko'rdim, o'sha so'zlarni qaytaradigan, ya'ni kulib, xursand bo'lib, bemalol ayta olayotganini ko'rib, quvonishni boshladi-da. Keyin shunaqa o'yin tashkil qildimki, bolalarni o'tirgizgan holatda koptokni ularga uloqtiraman va ular so'z aytib bo'ladi. Aytgan narsasi uchun xursand bo'ldi va aytolgani uchun bu yoqdan rag'bat oldi. Siz barakalla deysiz, zo'r deysiz, o'shani o'zi kerak bola uchun. O'shani o'zi kerak. Lekin onalarni hozir bunaqa narsa vaqti yo'q. Chunki nima uchun? Onalarni o'zini onasidan shunaqa munosabat olmagan. Lekin buni bolaga qilib berish kerak, bolaga yaqinlik, emosional his qilish kerak bola onasi bilan. Demak, mana shu o'rinda onalarga ayta olamizki, ya'ni siz zanjirni davom ettirmang, balki oltin halqa bo'ling. Ya'ni ajdoddan o'tib kelayotgan programmalaringizni bolangizga ham o'tkazib bermang-da, yangi bir muhit farzandingiz uchun shakllantiring. O'zini olamini, o'zini ssenariysini, o'zini hayotini o'zi qilish kerak-ku. Onam shuni, onamdan olmaganman, mana katta bo'lganmiz. Onamning zakkasini eshitib, onamni urushganini eshitib, mana katta bo'lganmiz, o'lganimiz yo'q deyishadi. Lekin o'sha paytda rosa qo'msagan o'sha narsa. Aksincha, onasi ham o'zini onasidan shu narsa olmagandir. Lekin bu degani onam yomon ko'radi meni degani emas. Siz ham farzandingizni yaxshi ko'rasiz, u ham farzandini yaxshi ko'rgan. Faqatgina u o'shanga qila olmagani uchun siz endi qilib berishingiz kerak. O'sha ona qilib berish kerak. Ha, to'g'ri, onam o'sha paytda shunaqa bo'lgan, ish ko'p bo'lgan yoki o'zi stressda, o'zi kasal bo'lgan, shuning uchun menga emotsiyasini ko'rsata olmagan. Lekin men buni to'g'rilay olaman, men farzandimga yaxshi mehr bera olaman deb boshqachasiga qilib ko'rish kerak bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun. Mana shu o'rinda yana bir e'tiborli holat borki, 3,5 yoshli farzandni onasi, o'g'il farzandni onasi o'sha tarbiyachi bilan o'zaro muloqot qilishyapti. Qulog'imga chalindi-da, ya'ni boshqa guruhda. Aytayapti, men farzandimni nutqida kechikish bor, imo-ishora bilan tushuntiradi va nima qilay, logoped bilan shug'ullantiraymi deyapti-da. Tarbiyachi shunaqa maslahat beryapti. O'g'il bolalar o'zi nutqida kechikish bo'ladi. Bundan xavotir olish kerak emas. Meni ham o'g'lim 4,5 yoshda gapirgan deyapti-da. Maslahat berdim. Yo'q, bu yoshda norma emas. O'sha 3,5 yosh. Olib borishingiz kerak logopedga dedim. Ona baribir o'zini tarbiyachisiga ko'proq ishonadi-da. Sizniki ham 4,5 yoshda gapirgan bo'lsa, mayli kutaychi deyapti. Mana shunaqa onalarga nima maslahat berasiz? Afsuski, har bir ona individual, bola ham individual. Uniki kech gapirdi degani, buniki ham kech gapirish kerak degani emas. Kech gapirdi degani bu уже psixik narushение ham ketadi. Ya'ni psixik orqada qolish ham ketadi. Ruhiyatida ziddiyatlar kelib chiqadi. U gapirayotganingizda emotsiyalar ham qo'shiladi, hislar qo'shiladi. Ana o'shanda, masalan, men bog'chaga nima uchun borishim kerakligini bilmaydi bola. Bu o'sha psixik narushение. Bola nutqi yo'q, bola bog'chaga boryapti, lekin nima uchun bog'chaga borayotganini bilmaydi. Bunda psixik narushение, ya'ni psixologik kamchilik bo'lish boshlaydi. Nima uchun qilayotganini bilmaydi. Keyin u bola katta bo'lgan, 4,5 yoshda nutqi chiqdimi, katta bo'lganda maktabda nima uchun borayotganini bilmaydi. Maktabda nima uchun darsda o'tirayotganini bilmaydi. Maktabda orqada qolishni bo'ladi. Vazifa, darsda zerikish bo'ladi. Bu bola nutqi kech chiqdi degani, bu yoqdan aqliy tomondan orqada qolish bo'ladi. Yaxshi yoza olmaydi, xato ko'p qiladi. Bu narsa borgan sari o'zini ko'rsatib boradi. Shuning uchun o'zini vaqtida chiqish kerak. Hattoki 2,5 yoshli bolani onasi xavotir olib olib kelgan bola, mana teng o'sinimi bolasi gapirgan, bu bolam gapirmayapti,
nutqi yaxshi chiqmagan, men qoniqmayapman deb olib kelishgan. Mana shunaqa mas'uliyatli onalar bor. O'sha 2 yoshli bola bilan shug'ullanib, hattoki nutqini chiqazganmiz, tengqurlariga yetkazib olganmiz. Hozir tengqurlardan ham zo'r yaxshi gapiradi, ham ruhiy tomondan rivojlantiriladi, ham nutqiy tomondan rivojlantiriladi. Har oldin buvilarimiz aytishardi, adasi nutqi kech chiqqan, adasi kech gapirgan yoki onasi men kech gapirgan ekanman, hech narsa qilmaydi kech. Yo'q. Siz boshqa, ota-ona boshqa, bola boshqa. Hozir rivojlanish davri bo'lgani uchun, oldinda hamma narsa bo'lgani uchun bolani nutqi rivojlanishi ham, aqliy rivojlanishi ham oldinda bo'lishi kerak. Zamon bilan. Mana shu o'rinda onajonlarimizga bevosita qanaqa maslahatlaringizni berib o'ta olasiz? Onajonlar, hech qachon o'zingizni farzandingizga befarq bo'lmang. U qanaqa rivojlanish bo'lishidan qat'iy nazar, nutqiymi, aqliymi yoki harakatdan ham hattoki emaklashi kech bo'ladi, harakat yurishi kech bo'ladi. Uni befarq qoldirmasdan darhol mutaxassisga murojaat qilish kerak. Psixonevrologlar 3 yoshdan keyin psixonevrologga olib boriladi. Ungacha nervpatologlar ko'radi, nima uchun orqada qolish borligini. Avvalambor nervpatolog, bolalar nervpatologiga olib borasiz. Agar bolalar nervpatolog logopedga tavsiya bersa, logoped bilan shug'ullanish kerak bo'lsa, albatta mutaxassisga olib borish kerak bo'ladi. Agar 4 yoshdan keyin ham chiqmayotgan bo'lsa, uni psixonevrolog ko'radi. Chunki o'sha boyaga aytganimda, unda ham psix orqada qolish ham bo'ladi. Albatta o'z vaqtida farzandingizni ko'rsating, bunga befarq bo'lmang. Bu kechikish katta bo'lganda o'zini asoratini ko'rsatadi. Tavsiyam shu. Demak, aziz onajonlar, sizga tavsiyamiz qo'shningiz o'g'li yoki qarindoshingiz o'g'li kech gapirganiga ishonib emas, hozirgi sharoitda, hozirgi rivojlanish davrida o'zingizni shaxsiy fikringizga ko'ra harakatlanishingizni demak hammaga tavsiya qilib qolamiz. Rahmat kattakon sizga javoblar uchun. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Menimcha o'ylayman, onajonlarimiz o'ziga kerakli xulosalarni chiqarishdi va kerakli tavsiyalarni olishdi. Rahmat sizga.